Sehr rostdan ham bor. Hozir men sizga buni isbotlayman. Nepalda Ratanpura qishlog'iga har kuni 10 minglab odamlar o'rmonga keladi. Ular bu yerga mana bu 16 yoshli yigitga ibodat qilgani kelishadi. Bola 24 soat bir joyda qimirlamay, xotirjam nafas olgan holda yemay, ichmay o'tiradi. Bu yerdagi odamlar bolani kichkina Budda deb atashgan va bir kuni kichkina Budda yonishni boshlaydi. Mana bu videoda ko'rinib turibdiki, bolaning tanasini olov umuman bezovta qilmayapti. Ertasi kuni bola g'oyib bo'ldi va bir oydan so'ng paydo bo'ladi. Bir kuni kichkina Buddaning yordamchilari telepatik signal oladi. Signalda bola odamlar bilan muloqot qilib, savollarga javob bermoqchiligini aytadi. Biz sizni himoya qilmoqchimiz, lekin biz oddiy odamlarmiz. Biz siz uchun nima qila olamiz? Men bilmayman. Buni Xudo hal qiladi. Biz ochiq mo'jizani ko'rib turibmiz. Inson ovqatsiz 30 kundan 60 kungacha, suvsiz esa 4 kundan 7 kungacha yashashi mumkin. Lekin bu hammasi emas. Bunday harakatsiz turishda uning tanasi tez falajlanardi, qon aylanishi buzilardi va u o'lardi. Lekin haqiqatdan qarasak, nima uchun kichkina Buddaning yordamchilari har kecha odamlarni o'sha joydan uzoqroqqa haydaydi? Kechasi kichkina Budda nima qiladi? Men buni shaxsan ko'rmaganman, lekin ayta olamanki, kechasi kichkina Budda bukkunicha ovqatlanadi, ichadi va ko'ngli tusigan, xohlagan ishini qiladi. Lekin bu masxarabozlik nimaga kerak desangiz, mana nimaga. Bular kichkina Buddaga tuhfalar. Bu yerdagi har bir g'arib bu bolaga pul berishni sharaf deb biladi va qancha bera olsa shuncha beradi. Natijada kuniga $1000 atrofida pul yig'iladi. E'tiboringiz uchun bu oyiga 30 ming degani. Bunday miqdordagi daromad qashshoq Nepal aholisi uchun juda ham katta pul.